Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Ko'plab bemorlarimiz bilmaydigan va qiynab kelayotgan savollarga javob bermoqchiman. Siz ortiqcha vazndan qiynalyapsizmi? Parhez qila olmayapsizmi? Va oshqozonni kichikaytirish maqsadida operatsiya qildirishdan qo'rqyapsizmi? Sizga bir ajoyib mexanizm ko'rsatmoqchiman. Shifokor tomoq orqali endoskopni kiritadi. Endoskopga biriktirilgan ballon mayinlik bilan oshqozoningizga yo'naltiriladi. U o'rnatilgach, sho'rlangan eritma bilan to'ldiriladi. Ballon kengayib, oshqozoningizda biroz joy egallaydi. Ballon oshqozoningizda 6 oy davomida qoladi. Bu esa sizda tezroq to'yish hissini uyg'otadi. Siz kamroq ovqat iste'mol qilasiz va bu vazn yo'qotishga yordam beradi. Davolash muddati tugagach, ballon aynan shu usul bilan chiqarib olinadi. Endilikda ozish uchun operatsiya qilish mutlaqo kerak emas. Agar siz ozmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Sog'damib, siz uchun sog'lom hayot kafolati.